kutilmagan taklif berib boshlayman. Men ko'rib turgan Jack X200 yuk mashinalariga tekinga propan o'rnatib beramiz. Yangi o'zimizning nomimizdan. Olgan taqdiringizda bir hisoblab ko'ring-chi. Mana shuni 3 million 400 ming so'm pulni siz oyiga necha pul qilib chiqargan bo'lardingiz? Darvoza qiladigan odamlar okela olishdi. Darvoza mana shu 3.10 da buni borti. 3.20 kerak ekan ularga. O'zligiga mana shassidan olib, uzun qilib 3.20 qilib yasatib olishdi. Buni bitta qayta jihozlash qilib dokument olinadi. Bo'ldi, boshqa muammosi yo'q. Bu mashinalarimizga endi Humoyun.uz kanali nomidan kelsanglar, xarid qildinglarki, srazu polik bilan benzin bonus qilib beramiz. Qadrdonlar, mana shu pul toparlarni oyiga 3 million 400 ming so'mdan olish mumkinligini eshitib to'g'risi hayron qoldim. Lekin olgan taqdiringizda bir hisoblab ko'ring-chi. Mana shuni 3 million 400 ming so'm pulni siz oyiga necha pul qilib chiqargan bo'lardingiz? Hozir bir ko'rishda mana shu 3 ta ham shassilik, ham promtovarni, ham furgon variantlarini bemalol video davomida qo'yib beramiz. Hozir xarid qilmoqchi bo'lganlarga, ya'ni fevral oyining oxirigacha videoni srochno olaman, srochno montajini qilib qo'yamiz. 16 million 800 ming so'mlik katta sketka bonuslardan nasib bo'lsa foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga alangalik assalomu alaykum. Humoyun.uz kanali obunachilari, jigarlarimiz. Pul topar mashina ishqibozlari uchun bugun nasib bo'lsa Toshkent shahridagi Sergeli tumanida aynan China Motors kompaniyasiga tashrif buyurganmiz. Rasmiy diler. Bemalol to'lov usullari, hamma grafiklarini tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsiz, qaysi modelga aynan 3 million 400 ming so'm oylik to'lovda hisoblab olishini chiroyli qilib nasib bo'lsa hisoblab beramiz. Faqatgina sizlar chin dildan, yurakdan like bosib qo'yasizlar. Bo'ptimi? Kelishgan holda videoni boshladik bo'lmasa. Jack X200 modellari aynan Kia Bongoni shunaqana kopiyasini bir urib kichkina qilib turganga o'xshaydi bir qaraganda, lekin haqiqatan ham aynan Kia Bongoni ishini bemalol menimcha qilib olsa kerak. Yuk ko'tarish hajmlari 2 tonnagacha bemalol olib borar ekan. Humoyun.uz kanalidan nasib bo'lsa telefon qiluvchilarga Said akamiz bizga chiroyli qilib propanni bonus qilib beradi. Yaxshi keldinglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Hozir avvalambor boshlaydigan bo'lsak, assalomu alaykum Humoyun.uz kanalining obunachilari. Biz sizlarga nima deydi, kutilmagan taklif berib boshlayman. Hozir Humoyun.uz kanali nomidan kelgan mijozlarimizga men ko'rib turgan Jack X200 yuk mashinalariga tekinga propan o'rnatib beramiz. Yangi o'zimizning nomimizdan. 100% tekinga. Faqat u videoni oxirigacha ko'rishsa, to'liq tushuntirib beraman. Oyiga 3 million 400 ming so'mga chiqadigan grafiklarni ham videoni oxirigacha ko'rishsa, hisoblab qaysiga bo'ladi aytamiz, bo'lmasa. Hammasini to'liq tushuntiramiz. Bo'ladi aka, bo'lmasam pul toparlarda birinchi o'rinda nima qiziq, xarakteristikasi bilan narx-navlari qiziq. Manfaatli bo'lsin, 10 minut bo'ladimi, 15 minut video qilamizmi? Albatta ko'rgan odam o'ziga nimadir ola olsin videomizdan. Shunaqa, hammaga foydali bo'lsin. Foydali bo'lsin. Rahmat sizga. Aka, bo'lmasam videoni boshladik. Birinchi o'rinda mana shu shassidan boshladik, chunki pul topaman, ishlataman deganlarga shassi varianti juda ham qulay. Ustiga любой narsani olib chiqib kelsa bo'ladi-da. Shunaqa, eng qulay taraf shunda buni. Bo'ladi bo'lmasa. Bo'lmasa qarang, o'zi bu mashinamiz qisqa tushuntirsam, hammasini motorlari, nima deydi, hadovoy hamma narsasi bir xil. Faqat orqasidagi mana shu bortida o'zgarish bo'lgan bo'ladi. Bortida o'zgarish bo'ladi. Mashinamizda qarang, 2 litrlik atmosferniy motor bo'ladi, 147 ta ot kuchi. Motori Toyota bilan совместно ishlab chiqarilgan motor bo'ladi, yaponskiy. Endi aka, buni motori benzinga ishlaymi yo solarkagami? Benzinda bo'ladi o'zi. Atak metan, propan o'rnatsa bo'ladi. Chunki mashinamizda atmosferniy motor, MPI motor. Uni metanchilar o'zi biladi, MPI bo'ladi, demak bemalol tushadi, metan ham, propan ham. Bo'ladi. Xo'p, yuk ko'tarishga bilasizlar, resor albatta baquvvat bo'lish kerak. Hamda orqasi qo'sh ballonligi, tem bo'lgan mana qo'shimcha resorni davarishni qilib, bemalol yuk ko'tarish hajmini ortiqcha sezilib bo'ladi. Xo'p, shassi variantini asosan nimaga ishlasak bo'ladi aka? Buni asosan nimaga ishlatamiz? Qarang, mana bu tayyor bortligi bor, kimgadir bu kichkinalik qiladi. Masalan, yaqinda darvoza qiladigan odamlar okela olishdi. Darvoza mana shu 3.10 da buni borti. 3.20 kerak ekan ularga. O'zligiga mana shassidan olib, uzun qilib 3.20 qilib yasatib olishdi. Buni bitta qayta jihozlash qilib dokument olinadi. Bo'ldi, boshqa muammosi yo'q. Masalan, kimgadir mana bu promtovarni kichkinalik qiladi yoki balandlik qiladi. Kimdir shuni o'zi bilan teng qilib yasatib oladi. Shuning uchun biz xalq o'ylagan holda, masalan, bortni olib, yana unga rasxod qilib kichiklaytirib o'tirmaydi. Tayyor mana shassi variantini olishadi. Bu ham xuddi o'shalar bilan bir xil.
Faqat o'sha o'zligi xohlagan moslab yasatib olishadi. Bu endi logistikaga, biznesmencha okalarga hammaga shu mos. Narxlarda aka qancha tafovuti bor? Narxida endi Promtovarniy bilan solishtiradigan bo'lsak, Qancha arzon? ancha arzon, 30-40 million farqi bor. O'xtay mana. Xo'p, buni zapaskasi orqa uchun bitta, oldi uchun bitta. Jami hisobda ikkita zapaskasi bo'lar ekan. Orqasi zadniy most bilan jihozlangan, ABS tormoz sistemani qo'llab-quvvatlaydi. Bor, ABS tormozlari bor. Juda ham yaxshi. Xo'p, korobkasi motori qanaqa dedingiz? Toyota bilan hamkorlik. Toyota bilan Siemens ishlab chiqarilgan yaponskiy motor bo'ladi, 2 litr atmosferniy. Aka, videoni boshidan aytaman, avtomobillarga hozir China Motor rasmiy deydi, to'g'rimi? Shunaqa. Garantiyasi ham bo'ladi. Biz 3 yil garantiya 100 ming kilometr garantiya beramiz. Biz garantiya mashina sotmaysizlar. Yo'q. Metan propanni ko'chadan o'rnatsak bo'ladimi? Metan propanni o'zimizdan servislardan o'rnatgan holda garantiyadan chiqmaydigan qilib beramiz. Faqat endi ko'chadan o'rnatsa nimaga garantiyadan chiqadi? Ertaga xudo ko'rmasin nimadir bo'lib qolsa, biz u gazini tanimaymiz. O'zimizdan gaziga olib borib, ko'rsatib hammasini hal qilib beramiz joyida. 3 yil yoki 100 ming kilometr garantiya. Kafolati bor. Tushunarli. Shu joyda ko'rinib turgan mana shassi varianti nimasi yaxshi? Polni ko'rinadi deb tushuntirib o'tdik. Orqasini qarang. 13 razmerli qo'sh balon bo'ladi orqasi. 13 qo'sh balon. 13 razmer qo'sh balon. 6 talik o'zining baquvvat resorlari, resor plus amortizator bo'ladi mana. Ko'rib turibsiz? Resor plus amortizator. Endi yana nimasini aytib o'tamiz? Mana ramalarni o'z ko'rib turibsiz, baquvvat. 2 talik mana zapaskalari. Mana bu stop faralarni ham qo'shib beramiz. Buni o'ziga yasab olishadi-ku, ichida turibdi. Stop faralar ham bor, ha? Ichida bor. Stop faralarni o'rnatib olishadi. Tushunarli. Endi qarang. Mashinamizda oldi razmerlari 15 razmerli bo'ladi. Oldida 15. R15 bu yakka balon bo'ladi. Oldi yaxshi taraf amortizator bo'ladi. Oldida umuman resor yo'q. Bilsangiz, ko'p yuk mashinalarda oldi resor. Unga haydovchiga juda noqulaylik tuyg'udan qiladi. Haydo qiladi. McPhersonmi? Nima? Oldi McPhersonmi? Shuna, oldi McPherson bo'ladi. Polni amortizator, yumshoq, mazza qilib yurishadi. Tushunarli. Aka, Kia Bongo bilan nima farqi bor endi? Kuzov razmerlari deyarli menimcha birga-bir o'xshatilgan. Deyarli birga-bir analogik qilib chiqarilgan. Endi Kia Bongo, Hyundai Porterlardan asosiy farqi bu benzinda yuradi. Benzin. Ularda ko'pincha salarka bo'ladi. Salarkaga qo'ygandan keyin gazga moslashtirilganda 100% gazda harakatlanadi. Shunaqa, yoki gazda yoki salarkada bo'ladi. Ha. Bu endi xohlasangiz benzinda, xohlasangiz metanda. Yana bitta yaxshi tarafi Hyundai Porterlarda, Kia Bongo'larda yuk ko'tarish quvvati kitobida yoziladigani kam bo'ladi. Bizanikida 2 tonna 80 kilo bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, salonlarni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Salon qismini bitta unda obzor qilib beraylik. Aka, to'g'risi narxiga qiziqdim. Narxini hozir shassinikidan aytib o'taman. Salonni bitta ko'rsatib oling. Qarang. Gidravlika rul bo'ladi. Sidenlari oldinga, orqaga yotadi, suriladi. Rul gidravlika. O'zining magnitofoni bor. Konditsioner birga qo'yib ham mazza qilib ishlatishyapti. Olgan odamlar odzivlari yaxshi. Mashina 3 kishilik mana. Mana buni ko'tarishsa, bu hozircha bar bo'lib turibdi. Lekin texnik pasportida ham 3 kishilik bo'ladi. Mana shuni ko'tarib yuborishsa, polni 3 kishilik bo'ladi. 3 kishi bemalol harakatlansa Texnik pasportida ham 3 o'rindiqli. Mexanika rol. Mexanika. Oynalari mana ko'rib turganingizdek elektronniy. Oyna elektron. Avtomatik. Senter zamoglari bor. Shunaqa. Zo'r aka. Bakovoylari ham qizitadi. Bakovoy muzlab qo'ygan payt. Aka, narxini aytaylik. Shassimizning narxi 227 million 360 ming so'm. Hozir endi yana bitta narsa aytib o'tish kerak. O'zi ko'pchilik xabari bor. Yanvar oyida hamma ko'rib turgan Jak X200 yuk mashinalarimizga skidka berdik 16 million 800 ming so'mlik. Ko'pchilik ulgurmay qolgani uchun hozir endi yanada fevral oyining oxirigacha cho'zdik. 16 million 800 ming so'm chegirmadagi narxini aytdim hozir. Hozir ulgurib qolishsin. O'zi bir haftacha vaqt qoldi. O'sha u yog'iga 16 million 800 dan qo'shib hisoblaysizlar. O'zini eski narxiga qaytadi. Tushunarli. Mana keyingi variantimiz bizda bortlik, ha? Bu o'zi O'zbekistonda eng hadovoy variant. Eng ko'p sotiladigan Jak X200 bartovoy variant. Xuddi shuni tentovka qilsak ham bo'ladi. Tentovka qilsak ham bo'ladi. Tentovka tayyor varianti ham bor. Tayyor varianti bizda yo'q, bizda lekin tayyori bor. Uning narxini aytib o'tay bo'lmasa, tentovkamizning narxi 238 million 560 ming so'm. Bortligini o'zichi 231 million 840 ming so'm. Shunayda qancha farq qilyapti? 7 million farq bor. 7 million so'm farq. Endi holinglar ko'chadan yasatib olinglar. Holinglar tayyor zavodskiy variantini qilib beramiz. Yaxshi. Bortini bitta tushuntirib o'taylik bo'lmasa. Bu ham razmerlari xuddi o'shanday. Xuddi shunaqa. Motorlari xuddi shunaqa. Endi qarang, bortini uzunligi mana 3.10 bo'ladi. 3.10. Eni 1.65, chuqurligi 35 sm. Mana bu 35.
Bu endi mana materiallarni bitta bemalol o'z his qilib ko'ring, ancha baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Bu mashina qarang, Xitoy bilan совместный Samarqandda o'zimizda, UzAvto Trailerda sborka bo'ladi. Ha, o'zimizda chiqyapti. O'zimizda. Tushunarli. Aka, bu Xitoydan 1-2 yillar oldin, mana o'zimizdan chiqmasdan oldin ishlab chiqarilardi. O'zimizga to'g'ridan-to'g'ri import qilib kelinardi. O'shandagi narxidan o'zimizda ishlab chiqarilayotgan narxda o'zgarish bormi? Ancha farqi bor, chunki o'zimizda ishlab chiqarilgan narsa arzonroq bo'ladi. Endi umumiy hisoblaganda bir 40-50 millioncha farqi bor. 40-50 million. Chunki rastamoshkaga xarajat ketmaydi hech qanaqa bunga. O'zimizda chiqadi. Yaxshi. Bunda ham xuddi shunaqa garantiyalar bor, xuddi shunaqa. Salonlari действительно bir xil hammasini. Orqalari, ballonlari bir xil. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ballonlarigacha. Bunda ham o'sha ikkita zapaska, hattoki mana bu rezinalargacha zavodskoy ekan. hammasi zavodskoy. Buni endi yuk ko'tarishi 2 tonna 80 kilo yozilgan bo'ladi. Atak 2,5-3 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tara oladi. Tushunarli. Zo'r. Aka, to'lov turlariga oxirida to'xtalamizmi? Nima deysiz? Mayli, o'rtasida bitta hozir qisqacha tushuntirib o'tay bo'lmasa. Ayting. To'lov turlari birinchi navbatda endi naqd, o'sha hamma mashinalarimizga naqd to'lov qilib, перечисление qilib olsangiz bo'ladi yoki ikkinchi variantimiz avtokredit qilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich 30% ni berasiz, xohlagan mashinangizni, u yog'i 1 yildan 5 yilgacha bank orqali chiqadi. Tushunarli. Endi uni hamma bilsa kerak, gadavoy foizi bo'ladi o'zini. Iloji boricha past stavkalarda hisoblab chiqarib beramiz. Kelishsa bitta pasportga o'zligining nomiga chiqarib beramiz. Hech qanaqa boshqa xarajatlar bo'lmaydi. Rasochkalar bormi aka bularga? Hozircha afsus bunga o'zini tan narxiga bo'lib to'lash yo'q, lekin nasiya savdo variantlarimiz bor. Halol nasiya savdo. Halol nasiya savdo bo'ladi. Endi u joydaricha tushuntirganda bitta summa qo'shiladi, ya'ni bitta summa belgilanadi. O'shani keyin 35% yoki undan ko'proq qismini berishadi. U yog'i 2 yildan 4 yilgacha bo'ladi. 2 yildan 4 yil muddatgacha olsa bo'lardi. Nasiya savdo varianti u. Endi rassrochka bilan nasiya savdoni adashtirishmasin. Nasiya savdoda pul qo'shiladi. Sug'urta puli, foiz, penalari bo'lmaydi lekin. Tushunarli. Iloji bo'lsa naqdga oling, maza qilasiz, bemalol oylik to'lov oyma-oy birdan kelib qoladi aka. Agar yurib turgan biznesingiz bo'lsa bilinmaydi, lekin bunaqa noldan qilaman deganlarga haqiqatda qiynab qo'yadi odam. Shunaqa. Endi men Bartovoy haqida aytadigan bo'lsak, yaqinda bitta logistika kompaniya mana shu imенно Bartovoydan 57 ta xarid qildi bir deganda. 57 ta. Uni videolarini China Motors YouTube kanallarida, Telegramlarida, Instagramda bor. O'tib ko'rishsa bo'ladi. Qiziqtirib qo'ydingiz-ku aka, bir olishda misol uchun 5 ta oladigan bo'lsa yoki 10 ta oladigan bo'lsa firmalarga mana shu aytilgan tan narxidan skidka qilamizmi? Yana ham. Skidkadan ham juda ham bomba narsa qilganmiz hozir. Endi mana yangilik siz kanalingizga chiqyapti. Mana shu Jack X200 Luboydan 10 ta yoki undan oshiq olgan odamlar uchun boshlang'ich 50% ni berishadi. Qolganini foizsiz o'zini tan narxini rassrochka qilib beramiz. Bu zavod bergan taklif. O'xti, mana. Bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Ulgurji savdoga yaxshi takliflar bor ekan. Masalan, logistika firmalar, qanaqadir ishlab chiqarish zavodlar, labo ishlatib yurganlar borda hali ham. Labo yuk ko'tarish 500 kilo. Bu undan 4 barobar ko'p yuk ko'tarish. Endi ikkita laboni ishini bemalol qiladi. Ikkita laboga taksiga xarajat qilib, uni yo'l kirasiga vaqtiga xarajat qilgandan ko'ra bitta X200 menimcha yaxshiroq. Ikkitami, uchtami? 3 ta desak ham bo'ladi. Endi vaziyatga qarab. Ikkita laboni ishini qiladimi, 3 ta labonimi? Bitta o'zligi kommentariyaga yozishsin. Labodan qanaqa ustun ko'rib turishibdi shundoq ham. Aka, bunaqa narsa qilamiz. Agarda mana shu videomiz 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, yuk ko'tarish qancha deysiz? 2 tonna 80 kilo. 80 kilogramm. Mana shuni 3 tonnagacha bosib bir shahar ko'chalarida aylantirib ko'ramiz. Xudo xohlasa, Humoyun kanali bilan polni o'zim rulda qilib beramiz agar shunaqa bo'lsa. Bo'ladi. 3 tonnagacha yukni baqirtirib bosamiz, faqatgina sharti erinmasdan tekin narsa like bosib qo'ysa, biz hech qanday daromad qilmaymiz. Faqatgina поддержка uchun bo'ladi. Aka, bo'lmasam keyingi variantga o'tdik. Bu Jack X200'imizning prom-tovarniy furgon varianti. Izotermический butka bo'ladi, 4 santimetrlik sendvich paneldan qilingan bo'ladi. Bu endi xolodilnik ref bilan adashtirishmasin. Bu polniy sendvich panel bo'ladi. Orqalarni refrigerator qiladigan bo'lsa ham imkoniyati bormi buni? Imkoniyati bor. Atak o'zi noldan qilishni maslahat beraman. Ha, lekin mana bu qanaqadir talablari bo'ladi-ku, o'shalarning hisobiga issiqlik yoki sovuqlikni chiqarib olishi mumkin, ha? Shunaqa aka. Tushunarli bu. Ichini bitta ko'rishsin. Hozir polniy balandliklarni tushuntirib beraman. Bu nechiga necha? Bortini uzunligi 3.10 bo'ladi. 3.10. Balandligi 1.76,
eni ham 176. 176, 176. Umumiy hisoblaganda 10 kuba bo'ladi. 10 kuba yukni o'zini ichiga sig'dira oladi. Tushunarli. Tepasida mana ko'rib turgan bo'lsangiz o'zining chiroqlari bor, yonida qo'shimcha eshiklari bor. Bu qulaylik uchun. Eshiklari bor. Zo'r. Mana bunaqa rezinka. Bu zavodskoy aka qilmagan. Hammasi zavodskoy. Masalan, buni olganda ham, dokumentida ham furgon deb yoziladi texpasportiga. Tayyor, olishadi, minishadi. Bu endi kim uchun yaxshi? Qishda masalan yomg'ir o'tmaydigan, yozda quyosh tushmaydigan yuk tashiydiganlar uchun bu promtovarning variantini tavsiya qilamiz. Ko'proq mana bunaqa magazinda optimga yuk tarqatadiganlarga zo'r variant ekan. Shunaqa. Bu tayyor variant, olishadi, minishadi. Tushunarli. Buni endi ko'pchilik narxiga qiziqadi. 258 million 720 ming so'm. Bu chegirmadagi narx, hozirgi kundagi narx. Tushunarli. Bularni ham halol nasiya qilib chiqarsak bo'ladi. Hammasini, mana shu ko'rib turgan Jack X200 dan 4 ta modeli bo'lsa, 4 ta modeliga ham halol nasiya, avtokredit, avtolizing, перечисление hammasi bor. Aka, videoni boshida ozroq ikkalamiz suhbat qilganimizda propanni siz kanalingizdan ko'rishda bonus qilib beraman dedingiz. Albatta. Endi haqiqatan ham qilib berasizmi? Gap aytilgan so'z otilgan o'q dedik-ku. Shunaqa, bu original o'zimizning o'sha 4-pokoleniya propan bo'ladi. Faqat mana shu Jack X200 promtovarning variantiga. Promtovarni mana shungami? Mana butka, tayyor butkaligi. Tushunarli. Endi buni nimaga qo'yib berasizlar desanglar, bu mashinamizning 2024-yil ishlab chiqarilgani bor. Varianti bor. Shuna chiqqan-u, lekin skladda turgan, hali minilmagan, 0 probeg, texpasporti va 2026 bo'ladi. Faqat mashinaning yili 2024 ishlab chiqarilgan. O'sha sabab, o'sha munosabat bilan propan o'rnatib beramiz o'zimizdan yonimizdan. Propan uskunasini shunchaki tekinga o'rnatib berasiz. Yangi, masalan, eski emas yo birovdan olib emas, yangi 4-pokoleniya propan o'rnatiladi, standartni. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Aka, endi bitta savolda, misol uchun mana 2024-yil variantiga propanni shunchaki tekinga bonus qilib beraman dedingiz. O'zi bularning yili necha? Bularniki 2026. 2026. 100%. Tushunarli. Yaxshi, mana China Motors kompaniyasidan shunaqa takliflar berilyapti ekan, men juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi aka, hamma joyda yuraman, hamma joyda mana shunaqa mashinalarning syomkasini qilaman. Ko'pchilik nimalar bilan gaplashaman. Endi baribir 5 yildan beri mana shu mashina sohasida yuribmiz-da aka. To'g'risi mana shunaqa nima deydi, Jack mashinalarga yoki pul topar mashinalarga propanni bonus qilib beraman degan joyda haqiqatdan birinchi mana shu yerda eshitdim aka. Realni gapiryapman. China Motors xalq tanlovi rostdan. Xudo xohlasa. Tayyorlagan videorolikimiz albatta ma'qul kelgan bo'lsa, akajonlar erinmasdan bir donadan like-ni qizg'onmasdan bosib qo'ying. Chunki ukalaringiz shuncha bir 500 kilometr joyga kelib, shunaqa yangiliklarni, videolarni qilyapmiz. Albatta bu ham ozmi ko'pmi vaqtimizni ayayapmiz. Sizlarga rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Akajon, kattakon rahmat sizga. Faqat tugatishingizdan oldin bitta narsani aytib o'taylik yana. Shuncha kelibsiz, shuncha obunachilar bor mana sizni kuzatayotgan. Bu mashinalarimizga endi Humoyun Uz kanali nomidan kelsanglar, xarid qildinglarki, srazu polik bilan benzin bonus qilib beramiz. Otangizga rahmat. Hech qanaqa masalan bir puliga emas, yo pul qo'shtirib emas, prям tekinga sizlarga chista bonus. Любой joydan kelib xarid qilsa, aytilgan bonuslarni qilib beramiz. Men to'g'risi aka esimdan chiqib qolibdi. Shuncha endi postoyanno qayda bir video qilsak, baribir bonusga eritamiz-da. O'zingiz aytib qoldingiz, juda ham zo'r. Bo'lsa manfaatli bo'lsin, bittada bo'lsin, maza qilib ko'rishsin xalqimiz. Bo'ldi akajon, xudo xolasa. Hammaga kattakon rahmat. Charchamanglar, like bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. O'zimizga China Motors kelib, imенно menga sayt menejerga uchrashsanglar, yanada individualniy bonuslarimiz ham bor. Bo'ladi, xudo xolasa.